Akam Rossiyada, u joylar sovuq. Uni haqqiga namoz o'qisam bo'ladimi? Menimcha shu savolni ayol kishi bersa kerak. Chunki Rossiyada sovuqda qo'llab yorilib, mashaqqat qilib, chekib, qiynalib ishlayotgan akasi uchun uyda namoz o'qiydigan uka bo'lmaydi-da odatda. Singil bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Zo'r bo'ladi. Bu joyda tasbih namoz qilasizlar. Qanday qilsin? Tasbih namozi o'qisinlar. Tasbih namozini tugatgandan keyin duo qilsinki, ey Alloh, meni akam musofir yurtlarda qiyinchilikda ishlab yuribdi. Shu namozim haq hurmati uni saqlagin. Rizqiga baraka bergin. Tezroq vataniga qaytargin deb duo qiladi. Tasbih namozini nima uchun o'qir edi? Duosi ijobat bo'lishi uchun. Imom Termiziyda keladi. Biz tasbih namozidan ko'ra hojatga boshqa ibodatni bilmadik. Qachon Allohga hojatingiz tushsa, tasbih namozi o'qing-a. Har qanday hojatingiz ravo bo'ladi. Xossatan mana shu singlimizni holatiga qarab-da, akasi qiynalib mashaqqat bilan yurgan bo'lsa, albatta tasbih namozi o'qisin-da, duo qilsin, albatta hojatlar ravo bo'ladi.